Assalomu alaykum hammalar yaxshimi? Men ig'ir zukamdan keyin lamsaqib bo'lib hozir safarga chiqdim. Poyezdda o'tirib naq maydon qilyapman. Recording my streams on a train. Sayohat videolari qatorida o'zimniki bu videolarimni saqlab qo'yay dedim. Asosli temam unda yo'lda ketayotgan so'zlamoqchi bo'lganim. Kelar qatimliq mazmun, ya'ni kelar qatimliq naq maydonimniki mazmunni oldin deb qo'yay dedim. 10 ming Uyg'urni Kanadaga yerlashtirish plani haqida Kanadaniki matbuotlarida bir muncha xabarlar chiqdi. Andan keyin Kanada parlament a'zosi Liberal partiyasidan, ya'ni Samar Zubari apandi Arslan Hidoyatning ekraniga chiqib bir muncha intayin muhim bo'lgan uchurlarni ta'minlaganda, lekin bizningki Uyg'urlarimiz qancha bek diqqatini qo'zg'ab qolamdimi yoki bo'lmasa xato uchur ta'minlaganlik sababidan o'tirda bir inkoslarda shundoq xato tushuntiribdi yoki tushunamabsiz degandek inkoslarni ko'rib meniki ichim pushib qoldi-chu. Shuning bilan mayda ba gaplarni menmu aynan yana tarjima qilib cho'qim uyg'urlab bilishga tegishlikmi deb o'ylaganim uchun shuni qaytadan bir so'zlab, ya'ni Kanada parlament a'zosi Liberal partiyasidan Samar Zubari apanniki degan gaplari, Kanada matbuotlarida chiqqan xabarlarniki mazmuni hamda mushlarni o'zimizniki Uyg'ur kanallarida chiqayotgan gaplar bilan solishtirib sizlarga bir ko'r mundaq gapdi, mayda mundaq deyildi, mundaq ishdi, mayda mundaq deyildi deb Kanadadagi bo'lingan gaplarni va to'g'ri bo'linayotgan gaplarni solishtirib yana bir program qilmoqchi. Shuni oldin temamni oldin deb qo'yay deb hozir safar ustida poyezdda ketayotgan o'zimniki sayohat videolarimniki bir qismi bo'lib qolsin, hayotimniki kichikkina bir qismlarini YouTube kanalimda mushtaq videolar orqali bir xotir qoldirib qo'yay dedim. Ondan keyin shu diasporada qandaq tema o'tirg'i chiqsa shu to'g'riliq qancha o'zimniki o'ylaganlarimni so'zlab qo'yman-ku. Bo'lib shu 10 ming Uyg'urga oid uchur postlam to'xtamay YouTube kanalimda xabar berib keldim. Uchurlarni davomli baharlab keldim. Bundan keyin men davomli shunaqa qilmoqchi. Foydali uchur bo'lsa ko'pchilikniki o'rtoqlash qo'yishni bir anglab qolsa mana mundaq gaplar bo'lyapti amaliyotda deganlarni so'zlab hamda Uyg'ur YouTuber bo'lgandan keyin o'zimni o'ylaganlarimni so'zlaydigan bo'lgandan keyin tanqidlashga tegishli keladi. Tanqidlab o'sha videolarni ishlab keldim. İşin pushkuni shu nima deysanglar, shu o'zimizdagi Uyg'ur ekranlarda masalan Erkin Asiya radiosiniki nazar programmasi shuna yaxshi programmalarni o'rlashtirdi. Shu 10 ming Uyg'urga oid bo'lgan programda ba'zi bir nuqtalarda Kanada'niki matbuotlarida deyilgan gaplar va Kanada Liberal partiyasining a'zosi Samar Zubari'niki gaplari shularni o'tirda nima gap bor shuni aynan tarjima qilib berayman, ko'pchilik anlasin bunday ishlar bor. O'tirdagi qildigan inkoslarni bekchiqchu, yolg'on uchur taqtilgan insonlarmi ko'p, yolg'on uchur kishilarni aldaydigan ishlarmi ko'p, shunlashqa bu gaplarni amaliy bo'linayotgan ishlarni aynan tarjima qilib ko'pchilik bilan o'rtoqlashmoqchi. Da yolg'on aytilgan, xalqni aldaydigan ishlar bo'lib qolsa, meni kichim pushib ketadi. Xuddi burun Sharq Turkiston Cumhuriyetçi Partiyasininki qilayotgan odam ahmoq qilgan ishlarga qarab kichim pushib o'ltiramay o'tirib chiqib so'zlab ketganimga o'xshash. Ammo u 10 ming Uyg'urga oid 10 ming Uyg'urga oid uchurlar bo'lsa-mu, ko'pchilik bilib qolsin deb so'zlab
Yani şimdi anlaştırmakçı. Onun Uygur uçur çıksılam toxtumay sözlep ben 4 yılın alıyoruz. 5 yılın bu kaldı. 5 yılın alıyoruz. Özüm biyos qatnaşkan bu işka. Kanada bir köşme döldü boğalık üçün. Muşundaq bir işin vücut chiqadiganligiga ishonganligim uchun ma'qul men shu tizimlashishiga bir qatnasha olmayman. Mening shunday bir tashkilot iqtidorim bor, vaqtim bor, iqtisodim bor. Shu ishni qila olmayman deb Turkiyadagi tizimlashga berib qatnashgan. Ondan keyin o'tirdi bir muncha gaplar chiqqandan keyin to'xtamay mushu to'g'risida uchurlarni berib keldim. Yaqindalam da 2023 yil 2 ayning 1 kuni, ya'ni hafta 10 kunning oldindan Kanada parlamentida M62 degan bir motion, ya'ni 10 ming Uyg'urni Kanadaga yerlashtirish haqidagi plan o'tirib qo'yildi. Shu parlamentda ma'qullandi. Hamda shuningki amaliy xizmatlarninki qandaq tartiblar bo'yicha bo'lganligi haqida bu Kanada'nınki matbuatlarda chiqqan xabarda meni deyilibdi. 100 kunning ichida shu ishniki resettlement planni o'tirib qo'yamiz deb yozibdi. 100 kun bo'yicha hisoblagan chog'da shu nimda aniq debdi xabarda. 11 ayning oxiri, 12 ayning boshlari tafsiloti aniq o'tirib qo'yildi ekan. Yani keyin 2024, 2025 2 yilning ichida 10 ming Uyg'ur Kanadaga kelish amalga oshadi ekan. Ama shunda Uyg'urchada deyilgan gaplar, masalan, mumkin deb taqdilayotgan gaplar bor. Anan keyin aniq aytilayotgan gaplar bor. Ko'pchilik shu Uyg'urchadagi shu programmalarni anlatib qolmay, yana bu inglizchadagi shu Kanada hukumat odamlarininki Kanadanınki matbuatlardagi xabarlarni hammasini anglab baqsgan deb shu to'g'riliq oldin so'zlamoqchi. Safar ustida bo'lsam-mu nada o'tib kelsa, mayli qahvaxonada bo'lamdi, mayli poyezd o'tirib shunaqa bo'lamdi. Vaqtni fursatni chin tutib ham sayohat videosi qatorida ham o'zimniki aktivizm, ya'ni shu ishlarga munosabatli ishlar bo'lsa tarjima qilib degandek bir ishlar bilan shug'ullanqash. O'zim yoqtirman ishni. Şunlaşqa ta hazırgıçılık mana 3 yıldan aştı, 4 yılım bulay deb qoldi. 2019 yıl başlagan bolsam, 2019 yıl 6 aydan başlagan bolsam Uyg'ur YouTuberlikni deyman ben. Uyg'urlarning orasida YouTube inqilobini qo'zg'agan gul. Nega qilayotgan ishlari o'zim yoqtiradigan hem ko'pchilikka foydali bo'ladigan, hem o'zimniki yoqtiradigan turmushniki bir qismi. Kilar katımlıq sözləməkçi oğlum dəlmi şu söhbətə münasibət bu söhbətin intayin nurgun mühim bilişki tegişli noktalar varken şunu köpçiliklerden bahərləməkçi. No, I'm good, thank you. Safar içinde mayli maşin bilan bo'lsin, mayli aeroplan bilan bo'lsin, mayli poyezd bilan bo'lsin, eng odamni horg'izmaydigan eng rohatli kerak
Rahatlik safarni mod salam. Poyez bilan safar qilishga rahmat. Poyezda Wi-Fi da, bu yoqqa mang'il bo'ladi degandek. Salvoranchiron. Bo'ldi, ortiq so'zlamay, savollaringlar bo'lsa yozib qo'ysanlar bitta. Boshim sog'lom, omonat.